Bugun mashinamni orqasidan yetib olishdi. 10 kunni salondan chiqqan edi. Endi opam ham xabar topdilar bundan. Hojimurod siqilyapsan dedilar. "Yo, opa, nimaga siqilaman?" dedim. To'g'risini ayt, siqilyapsan, ukam siqilma dedilar. "Yo, opa, siqilmayapman" dedim. Uyga keldim, kelsam ichi jiringlab qoldi. Chiqsam, Umid o'rtog'im, "Ha, desam, senga opanglar sovg'a berib yubordilar." "Nima sovg'a, o'rtoq?" iPhone 17 Pro Max. Yozvoman, "Opa, nimaga bu? Nima?" desam, "Yo, sen siqilyapsan deb ozgina bo'lsa ham xursand bo'l. Ukam xursand bo'lsin, siqilmasin, chalg'isin" deb 17 Pro Max. Opajonim, shunaqa sovg'alaringiz bor ekan, mashina urishim shartmidi? Shundoq ham beravermaysizmi? 7-osmonga chiqib hayda yurardik-ku. Nima bo'lgan taqdirda ham bor, ishonasizlarmi? Mashinani urmadim, orqamdan yetib olishdi. 1 gram xafa emasman. Negaligini bilasizmi? Sababi mashina urib olishim bilan akam telefon qilyaptilar. Katta akam aytayaptilar, "Siqilma, kerak bo'lsa yangisini olib beraman." Opam aytayaptilar, "Pul deb yana siqilib yursang, qara, menga temir kerak emas, uka kerak." Kichkina akam uchib kelib olganlar. "Bo'ldi, bor, sen damini ol, o'zingga ke suv ich, bo'ldi, o'zim hal qilaman, o'zim yuguraman orqasidan." Keyin ham telefon qotdilar. "Voy, Hojimurod, nima bo'ldi? Hojimurod, 10 ta non ko'tarib keling, rozimiz, qaynim, qaymog'im, faqat siqilmang." Xullas shunaqa gaplar. Yaqinlarni boriga shukr. Shu yaqinlarimiz, shu jigarlarimiz bor ekan, biz hech qachon yolg'iz qolmaymiz. Alloh biz bilan, yaqinlarimiz, jigarlarimiz biz bilan har doim sog' va omon bo'lib yuraveringlar. Hech qanaqa montajsiz joyida qo'yib yuborilgan video endi noto'g'ri tushunmaysizlar, noto'g'ri gaplar bo'lsa. Endi biz iPhone 17 Pro Max damiz. Opa, orange rangli uchun thank you very much. Opam Amerikada edi, o'shanga inglizcha rahmat. Salom.